Trading, erkinlik da chiroyli eshitiladi-ya. Rahbarlarsiz, jadvalsiz, chegaralasiz. Lekin bu xato. Tradingdagi haqiqiy erkinlik bu plyaj yoki noutbuk emas. Bu yolg'izlik. Unda faqat sen va qarorlaring. Agar to'g'ri qaror qilsang, hech kim seni maqtamaydi. Agar xato qilsang, hech kim senga achinmaydi. Sen bu jinlikdan emas, pozitsiyang haqidagi xayollar bilan uyg'onasan. Ish tugagani uchun emas, hisobni yo'qotganingdan keyin yotasan. Bu erkinlik emas, bu sof mas'uliyat. Har bir harakat bu hukm. Sen tahlilda qodirsan, okey, agar yolg'izlikka dosh bera olmasang, baribir yutkizasan. Trading erkinlik beradi, lekin odatiy tayanch tortib oladi. Agar sen o'zingga suyanch bo'lishni o'rganmasang, bozor buni sen uchun qiladi. Tez va qattiq. Shuning uchun erkin yashashni istasang, o'zingdan so'ra. Sen o'zing haqingdagi haqiqat bilan qolishga tayyormisan? Kommentariyada yozib qoldir.